Kakadu Farmning eng katta qahramoni sotildi. Hozir videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, buni yangi oilasiga olib boramiz. Juda ham qiziqarli joyga ketyapti. Videoni oxirida sizlarga ko'rsatib boramiz. Scarlett Aramiz mana yangi uyga keldi. Albatta yangi uy bu qushimizga juda ham yoqdi. Favora zapravkadagi akalarga sotdik. Akalar bilan anchadan beri hamkorlikda ishlaymiz. Aka, bu qushimiz ham yoqdimi? Nima? Assalomu alaykum. Kakadu Farm ishqibozlari, nima deymiz, guruh a'zolari. Masalan, mana bugun biz ukalarimizdan yana bir ara oldik. Scarlett Ara, xudo xolasa yaxshilik kunlarda bizga xizmat qiladigan umiddamiz. Kelib bemalol tomosha qilishlaringiz mumkin. Bizga juda ham yoqdi aramiz. O'zini holatlari, chiroyligi, go'zalligi bo'yicha ham ancha chiroyli, bizga yoqdi mana aramiz mana. Xayrli va barakotli bo'lsin. Sizlar bilan ishlashni davom etamiz inshaalloh.